В камине в 6 утра Mayli, savoliga qaytamiz. фотография твоя. Qishloq masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqqa kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuncha vaqtdan beri artefakt men edim, to'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va to'g'ri tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak, qishloqqa esa men edim. Bilasizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam umid qilamanki, hafsalangiz ko'p bo'lmadi. Tan rostdan ham men umuman hazillashayotganim yo'q. Shuncha vaqtdan beri artefakt va qishloqni becha qo'yib turib boradi. Temir pishyaptimi yoki eriyaptimi? O'sha o'ylab topdim eshik. Gravitatsiya aylansa